Ertalab tarozga chiqdim. Tarozga chiqsam rostdan ham natijali zo'r. Ancha bo'ladi chiqmaganimga, chunki o'zim bilan o'zim bo'lib, dietani bir kun qilib, bir kun qilmay, to'g'risi mana shunaqa qilib yubordim. Yo'q, lekin ko'z temasini semirmanman, naborot ozganman. Qizlar ana kuni magazinga borganimda 36, 38 larni olganimda shunaqa xursand bo'ldim. O'zi 38 kiyardim-da, razmerim ozg'inlik paytimda. Keyin 42 bo'lib ketib qoldim. 42-razmer. Yana 38 ga qaytganimdan juda ham xursandman. Albatta bunga sadoqatli dietalari sabab. Sadoqat har doim men bilan individualni ishlaganlari uchun har doim kontrol qiladilar, har doim javob beradilar, har doim mana buni yesam maylimi, bugun mana bunaqa qilsam maylimi deb so'rayman, o'shani to'g'rilab beradilar. Lekin u qimmat, sizlar kurs qilib marafonlarda qatnashsanglar bo'ladi.